Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Bugun yana biz video chiqaramiz. Bu faqat emas ITga, polniy IT tushadiganlar va qo'shimcha biznes klass va o'sha kundalik ishlarga tubbiy tushadi. Xolos, faqat ko'proq ITga urg'u beramiz. Demak, boshlaymiz. Birinchimiz yangi pashti bu Huawei i5 13-avlod H protsessor. i5 13 H protsessor hisoblanadi. 16 GB operating bor, DDR5 512 SSD xotirasi ham bor. Ideal holatda texnik hammasi bor. Yangi turibdi holat, mana moshni holat, ash yangi turibdi. Garantiyasi 1 yil, chunki yangi bu hali. Narxi 380 beramiz. i5 13. Keyingisi notebookimiz HP Spectre Core i7 12-avlod. Core i7 12-avlod 16 GB operating bor, 1 TB SSD bor. Spectre bilasiz, o'zi juda qimmat model Spectre. Ideal holatda ko'rib turibsiz. Spectre juda qimmat model aslida. Bu narxi $560. Yana ham kelishamiz. i5 12-avlod, i7 12-avlod. Ekran OLED 360 Hz qariladigan. 16 ga 1 TB. Keyingimiz bu vashcha arzon beraman. Ryzen 7 4000 ya'ni Ryzen 7 5 seriya, Core 7 11 bilan barobar, 12 11 bilan aralash yuradi. 8 GB RAM, 512 SSD xotirasi bor. Ideal holatda, hammadan moshni holat. Yaxshi, faqat bir kichkina chaqasi, bundan chaqasi bor. Lekin holat ideal, batareyalari zo'r, ekran IPS garantiyasi bor. Mana ideal holatda. Buni narxini kelishib beramiz. Narxi $260 beramiz. Ryzen 7 ni zo'r narxi $260. Keyingi notebookimiz bu HP Ryzen 5 5500. 8 GB RAM, 512 SSD xotirasi bor. Bu ham narxi zo'r, bu ham holat ideal holatda. Endi ideal emas, o'rta holat. 5 bahodan 4 baho. Ryzen 5 5500. Bunda necha baho beramiz? 8 GB RAM, 512 SSD necha pul? 230 beramiz. Zo'r 230 dollarga. ITga bemalol chiqadi. ITga backendga fondga bemalol chiqadi. Keyingisi ideal holat Ryzen 7. Ashya holat zo'r, yangi bir xil bo'ladi bular narx pashti holati. Narx qancha arzon bo'ladi? Ryzen 7 seriya 16 ga 512 IPS ekran Aspire 5 Aspire 3 ideal holatda. Chani artgan yo'q hali. Polmal turibdi. Bu narxi $320 beramiz Ryzen 7 ni. Keyingimiz Asus bu Core i5 13-avlod, bu ham ideal holatda. Bunga maskalar ham bor. Ekran IPS 16 GB RAM, 512 SSD, DDR5, bu narxi $315. i5 13. Keyingisi Acer bu ham shunaqa. Acer Aspire 3 Ryzen 5 7000 seriya, ya'ni eng so'nggi versiya, DDR5, 16 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor. Ekran IPS. Bular hammasi tiniq o'zi. Atayin tiniqdan ko'rsatyapman, idealdan ko'rsatyapman YouTube'ga shunaqa ideallarni, chunki faqat ideallarni sizlarga beramiz. Bu qarab qarang, plomas olmagan plomas turibdi. Bu narxi 290 beramiz. Yangi turibdi. Keyingisi bu Lenovo Ultra Core 7. Lenovo Ultra Core 7 Ryzen Core 7 Ultra 15 150 GB hisoblanadi. 16 GB operating bor, 1 TB SSD bor, ekran sensori bor, polni, qo'lga bo'lmas skaneri ham bor. 100% qattiqlangan metal, tagi pachetka, polni metal. Bular odatda ko'proq qilyapmiz va tez sotilyapti. Narxi $460 beramiz. Zo'r narx $460 dan i7 Ultraga. Keyingimiz bu Lenovo Core 3 12-avlod 8 GB RAM bor, 512 GB 8 GB RAM, 2 GB SSD, qo'shimcha MX naqasi bor, integratsiyasi bor. Bu Photoshop boshqa ko'taradi. O'zi bu hammasi ko'taradi, Photoshop ko'taradi, hammasi bemalol ko'taradi, hammasi tushadi. Bu narxi $210 beramiz. Keyingi notebookimiz. Bu ideal ikkita bor, ikkita Dell bor, ikkita Akoka. Dell i5 13, Dell i3 12. Ikkita yangi turibdi. Va bu deb hisob beramiz bularda. Bu i5 13 16 ga 512, bu 8 ga 512. Ikkalasining ekrani 120 Hz dan ideal holatda. i5 13imiz narxi $330 beramiz. Yangi turibdi. i5 12 narxi 250 beramiz. Keyingimiz bu Dell, bu ham Dell bor ekan. Bu Dell Core i7 10-avlod 8 ga 256
8 GB RAM, 2 GB SSD, holat yaxshi, masalan, yomon joyi yo'q. Ustlama qilingan ekan. Bu Core i7 ni necha beramiz? Core i7 ni narxini 230 dollar beramiz. Zo'r narx, 230 dollarga. Keyingisi Lenovo ThinkPad Core i5 11-avlod va işte zo'r model, Pro versiya hisoblanadi. Qo'lga bo'lmas skaner bor, ekran klaviatura podсветка. Buni ko'pchilik tagi podсветкасы bor deb aytmadim podсветка borligini. Podсветкасы bor, sensor ekran, 360 gaz qayladigan, 16 GB RAM, 500 GB SSD, chest Amerikan zakaz qilib kelgan bular. Bu soni ko'p, 24 ta chiqadi, narxi 300 dollardan. Yangi lekin aslida. Yangi lekin men bu deb beryapman narxlarini. Chunki bularni anaqasi dakim torpasi kelmagan uchun yangi bu deb beryapman. Narxi 300 dollar. Aytgim tushadi, o'qishga tushadi, dubga tushadi. Zaryad ham zo'r aytadi. Masalan, men bu absolutni yangi mana. O'zi bu changalarti ham yo'q. Ryzen 5 5625U. Uni 8 GB RAM, 500 GB SSD, ekran IPS toza notebook. Ideal holatda. Ideal holatda Ryzen 5 aytgim tushadi, dubga tushadi. Bu narxi 280 dollar beramiz. Yangi hali. Keyingi esa bu Lenovo'ning mana degan modeli bu, ya'ni Lenovo IdeaPad Slim 3. Bu i5 13 H prosessor, igrovoy hisoblanadi. Bu ko'rinishi ham o'ta chiroyli. Men endi ko'pchilik orqasiga qaytmayapman. Ovozlari zo'r, ovozlari Dolby Atmos baqirib chiqaradi. Tagi podсветка, buni ham bu o'zi toza ITC notebookda, toza chest ITC notebook. 16 ga 502 DDR5, dakim torpaq hammasi bor. Hali yangi lekin bu deb beramiz buni ham. Shunaqa narxini aytish buni. Narxini 415 dollar beraman. Vashcha zo'r narsa lekin. Bu mana bu i5 mana bu ASUSViewbook Core i7 11-avlod 8 GB RAM, 500 GB SSD, 1 TB hard ham bo'lsa kerak menimcha. Tagi podсветка, qo'lga bo'lmas skaner ham bor. Ekran OLED ekran. Ekran OLED. Narxi 350 deyapmiz, yana ham kechda beramiz. Plus agar kimga notebooklar qiziq qolgan bo'lsa, biz notebooklar qiziq qolgan bo'lsa, bizda uzunasiya bor va opinatsiya bor. Agar kimdir naqdga olish qurib bitmasa, bo'lib berish xizmati ham bor. Uzunasiya opinatsiya orqali kelishib nasiyaga chiqaramiz. Bularda orasida hammasi ITC notebooklar. ITC notebooklar bemalol aytib o'chadi. Undan tashqari orasida bitta gaminglar ham bor. Gaming holatda bular Photoshop, AutoCAD, 3D Max ham ko'tarish imkoni bor. Manzilimiz Toshkent shahri Malik bozor Avos 9 do'kon. Butun o'lchab yetkazish xizmati bor, doim shuni aytaman. Va kimgadir agar mana shu YouTube orqali keladigan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lgan bo'lsa, bitta meshga bonus bor. Va narxlari ham juda zo'r narx. Bu yerda hammasi toza, garantiya beriladigan toza mahsulotlar. Bunaqa aldab, bunaqa narsa yo'q bu yerda. Xullas kutib qolamiz do'kon kelinglar.